Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmenler. İslam ve Biz programımızın 138. sanını görüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalğun. Kadirli körülmenlerimiz her haftada huzurunlarda buluvatımız yıllardan bu yan. Allah Subhanahu ve Taala'nın ki dinini, bu güzel İslam'ımızı Kur'an, sünnet nuru aslında doğru şekilde düşünüş için her temini ayrım temikan şekilde naiti düşünecek tefsili halette bayan kılışka tirişivatımız. Allah Subhanahu ve Teala her programımızı devatkanımızdaki bu söylengen temilerini, mezmunlarını doğru şekilde düşünüp hayatımızda şunu emelileştirip Rabbimizin razılığına erişken müminlerin katarından kılışın tüvençlik bilen sorap kilovatımız. Allah nisip kusun dep dileyimiz her kadim kadar. Ve biz bugün tünün ilanımızda beğendik. Yani aslında bu bir qancha ötken bir qancha sandan şu hemmalar ma'lum bo'lgandek dinimizni xunuklaştırıp bilimsizlarcha, nadanlarcha safsat setayotgan bir turkum mahluqlarninki millatni qaymoqtirish urinishlariga ayeti inek şekilde tushuncha berib kelyapmiz. Ayeti uchuq echib berish uchun bugünkü temamiz mu Peygamberinin sünnetleri yenilik yaratışga karşı mı degan şekilde koyduk hamda. Bunu anlayan insan aslında bu dinin doğru düşündüğün İslam'dan azrak malumatı var, Kur'an sünnetin azrak malumatı var. İnsan bundak sualını soraştırmak için buldu aslında. Bu din şundak bir uluq din ki hatta ki kıyametnin sürüçelinğen kündü mü bizge bu dinning payg'ambari bizga nimani o'rgatdi? Agar sizlarning biringlarning qo'lida bir daraxt tikmoqchi bo'lib, qiyomatning surining chaqanligini anglasa, endi qiyomat suri chelindi, qiyomat bo'ldi deb qo'ldagi ishni tashlab etmay, shuni tiksun deb bu ummatga, insoniyatga, millatga yaxshilik qilishning har qanday bir ishni har qanday vaqtda tashlab etmaslik, davom qilishni o'rgatgan bir payg'ambarning ummati bunday savolni aslida so'ramaydi. Ammo bu mahluqlarningki davomli holatda millatni qaymoqtirib, u yoq bu yoqdan har xil safsata, shubhilik savollarni chiqarganligi sababli biz bunga shunday mavzu qo'ydik. Programmamizning doimlik mehmoni hammalar tanishib bo'lgan hurmatli ustoz Shavtuxsan ulamolar birligi shunaqla Dünya Müslüman Alimlar Birligi a'zosi Abdurahmon Jamol Kashg'ariyni taklif qildik. Qimmatli vaqtini chiqarib kelganligi uchun ko'p rahmat aytamiz. Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali naq maydondan tarqatilib o'tadi. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz. Shundaqla ijtimoiy uchur vositalaridagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa, berishingizni, savollaringiz bo'lsa, so'rashingizni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizni foydalanish uchun hozir ko'rayotgan va bunday keyin ko'rgan qarindoshlarimizningki ham baharlab qo'yishini ham unutmaslikni umid qilamiz. Elbette bugünkü sanımız bu ulug' Kur'an Qurban hayitdan burunqi eng oxirgi sanımız. İnşallah hayitdan görüşümüz Allah ömür verse. Mana ayeti cuma oldu shanba kuni. İnşallah Arafat gününü ötküzümüz. Rabbim bu kunlarning ulug'ligidan, bu kunning ulug'ligini mu loyiqida yashab, hech bo'lmasa Makkaga boramagan qarindoshlarimizniki rozini shu kuni Arafat günü bo'lsinmi qat'iy qo'ldan bermay, chunki 2 yillik kafarat bo'lganligini bilamiz. O'tkazishni umid qilamiz va Istiqlol oilasi bo'lish sifatimiz bilan shuning uchun bu oxirgi sonimizda, yettin burunqi oxirgi sonimizda butun xalqimizning yakshanba kundagi Qurban hayitini tabriklaymiz inshaalloh. Xo'sh, ustoz undasi bevosita kirib ketsak, payg'ambarning sunnatlari yenilik yaratishga qarshimi degan savoldan boshlaydim do'st. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına insaniyetinin peygamberi olan Muhammed Aleyhisselam'a dua salamlar olsun. Allah'ın elçisi, Allah'ın peygamberi, insanların yetekçisi olan Muhammed Aleyhisselam'ın ki yolunu, körsetmelerini, hadislerini inkar kıyıcı iblisler var. Bu iblisler İslam dinini g'arbninki sekularizm felsefesi bilan moslashadigan shaklda yengilab chiqish lozim deb plan tuzmoqda. Bu sababdan bu zindiqlar Qur'on sunnatni manba qilgan an'anaviy islomni yangilik yaratishga, madaniyat yaratishga to'saliq bo'ldi deb qaraydi. Xo'sh. Ya'ni biz
Qur'on bilan izohlasa, yoki Qur'onni sunnat bilan izohlasa, yoki bu islomni payg'ambarning izohati bo'yicha tushunsa, yoki bu Qur'on naq maydon tushgan holatida ko'rgan sahobalarning tafsiri, tabiinlarning, fuqaholarning va ulamolarning izohati bo'yicha tushunsak, yangilik yaratolmaymiz dedi. Yangilik yaratish uchun an'anaviy islomni yig'ishtirish lozim dedi. Payg'ambarni e'tirof qilmaslik kerak. Sahobalarni e'tirof qilmaslik kerak va fuqaho mujtahid deganlarning hech qanday buni e'tiborga olmay, ya sharqcha, ya g'arqcha, ya amerikacha, yoki sharqshunoslarcha bir yangilik yaratish lozim deb qaraydi bu iblislar. Shuningdek, yana bu iblislar islomning sog'lom izohati bo'lgan va Qur'onning amaliy tatbiqoti bo'lgan payg'ambar alayhisolamning sunnatlarini bu islomni yangicha izohlashga, yangicha bir shaklda shakllantirib chiqishga, xohlagancha izohlashga to'sal bo'ldi deb qaraydi. Xo'sh. Biz Qur'onni izohlaymisak, boshqa yo'q. Buni payg'ambar qanday izohlagan deb turib oldi. Bu oyat tushgan vaqtdagi sharoitlarni, oyatlarning kelish siyoqini, maqsadlarini bilgan sahobalar qanday izohlagan, ularni ko'rgan tabiinlar va fuqarolar qanday izohlagan deb turib oldi. Biz Qur'onni xohlagancha, o'zimizningki nafsiy xohishimiz bo'yicha, ili sharqcha, ili g'arbcha, ili dekarcha, ili bo'zana falsafasi bo'yicha izohlashimiz uchun buni sunnatdan ayirishimiz lozim. Xo'sh. Bu Qur'onning amaliy bayoni bo'lgan, izohati men, bayoni men, tafsiri men, eng to'g'ri yo'ldagi izohlovchi men deydigan bu sunnatni chiqarib aytgan vaqtimizda biz Qur'onni ya Dekartchi tafsir qila olamiz, yoki Aflatonchi tafsir qila olamiz, yoki Bo'zachi tafsir qila olamiz, yoki yana Amerikachi tafsir qila olamiz. Bu orqali yangilik yarata oladi. Yangi bir dinni shakllantira olamiz deb bo'lmas. Shuningdek, yana bu iblislar bu payg'ambarning sunnati islomni g'arbningki hayot tarzi bilan, g'arbningki hayot tasavvuri uyg'un keladigan shaklda shakllantirib chiqish orzuyimizda tamamen sug'chilashtirib o'tadi deydi. Sunnat. Xo'sh. Sunnat bizningki islomni g'arbcha, g'arbga mos kelgan, g'arbning tasavvuri uyg'un kelgan shaklda yangi bir nazariyani g'arbcha islomni o'tirib qo'yishimiz to'salgan eng chong to'salgan birisi bu sunnat. Shunga bu sunnatni buni tamamen maydondan supurib tashlash lozim, buni chiqarib tashlash lozim deb qaraydi. Bu sunnatni yangilik yaratishning, taraqqiyot yaratishning to'salg'usi deb qaraydigan bu zindiqlar shu vaqtning o'zida g'arbni taqlid qilish chaqirdi. Bu deydiki, biz aqlimiz bo'yicha ish qilamiz. O'ylanamiz biz. Biz katta bir faylasuf bo'lganki, bu Muhammadning kayniga kirib yurmaymiz. Bu Abu Hanifa o'xshash, Shofiyga o'xshash, Malikga o'xshash yana bir fuqarolarning Ibn Taymiyaninki yoki bizning kayinda mengib yurmaymiz. Biz ulidan qarishmaydigan 20-asrlik cho'ng o'zimiz faylasuf bo'lganki, o'zimiz yangilik yaratib bo'sab chiqamiz. Lekin shu vaqtimizda g'arbning bugungi nazariyasiga, g'arbning bugungi faylasuflar taqlid qilish lozim. Shuning yo'lini tutmoq lozim. Bo'lmasa biz yangilik yarata olmaymiz, taraqqiy qila olmaymiz deb uning chaqirdi. Xo'sh. Shuningga birlikda bu iblislar musulmonlarning prinsiplariga, qimmat qarashlariga uyg'un kelmaydigan sharqshunoslarning zararlarini yangilik deb bazaga soladi. Amaliyot hammasi axlatdan iborat. Masalan, buning dalil sifatida olsak, sharqshunos Jonathan Brown buning sunnat haqida talash-tartish degan bir kitob bor. Bu nima deydi? Qur'on metodiga tayinish yangi aqloniylikni shakllantirdi. Xo'sh. Faqatla Qur'onga tayansa, Qur'on manbalik islomni o'tirib qo'ysak, bir aqloniylik shakllanadi. Shu vaqtimizda g'arbning tuyg'usiga mos keladigan islomni maydon chiqargan bo'ldi dedi. Shu buning uchun sunnatni chiqarib tashlash, islom merosini, islom tarixini, islom madaniyatini, bu Qur'onni tafsir qiladigan tafsir bilimlarini, hadis bilimlarini, aqida bilimlarini hammani supurib tashlash lozim. Faqat Qur'on metodi tayinlansa, u vaqtida bir aqloniylik shakllandi, boshqacha izohligini oldigan va g'arbningki tuyg'usiga mos keladigan islomni maydonga chiqqan bo'ldi dedi. Mana bu sharqshunoslarningki islomni nima uchun sunnatdan ayirish to'g'risidagi planininki dalili. Bu sunnat inkorchilarining Allohning payg'ambarininki sunnatlarini va ko'rsatmalarini yangilikqa qarshi, madaniyat yaratishga qarshi, taraqqiyotga qarshi deb da'vo qilish hayron qararlik bir ish. Amaliyotda musulmonlar Qur'on sunnat tutmagan vaqtida Xo'sh. necha asr dunyoni boshqaradigan bir holatga yetib kelgan.
Musulmonlar Qur'on sunnat amal qilgan vaqtda dunyoviy madaniyat yaratgan. Musulmonlar Qur'on sunnatni tutib mangan vaqtida dunyoning sistemasini o'rnatgan. Bugun kunlik g'arbning sistemasi dunyoni boshqargan bo'lsa, necha asr mobaynida eng oddiy Osmonli zamonida bo'lsa, dunyoning sistemasini musulmonlar Qur'on sunnat tayinib barliq keltirgan edi. Xo'sh. Bu haqiqatni bilmaydi bu zindiqlar. Yani bunun bir delil sübtü de alsak, şarkşunaslardan. Asli şarkşunas olgan, keyin Müslüman bo'lgan bir mutafakkir shaxsi var. Bunun ismi Muhammed Asad. Bu kişininki Yol Dokmuşidagi İslam nomli bir kitap var, asli kitaplardan birisi. Tek şarkşunas. Bu kişi kitabını bunday deydi. Peygamberlerin hadisleri, Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetleri 13 asır jarayonida Müslümanların uyg'unish harakatidan ochiqish bo'lib kelgan deydi. Müslümanların medeniyetininki ochiqishi payg'ambarning hadislari ko'rsatmalari edi deydi. Nima uchun bugun kunlikka kelgan vaqtida bu payg'ambarning hadislari yoki sunnatlari madaniyat yaratishga arzimaydigan bo'lib qoldi. Nima uchun bugun kunlikka kelgancha bu payg'ambarning sunnatlari musulmonlar duch kelayotgan bu krizni yangidan tadqiq qilib, bu asosiy yangilik yaratish nima uchun yaramaydigan bo'lib qoldi deydi. 13 asr jarayonida yaragan 13 asr jarayonida madaniyat yaratishga haydakchilik qilgan, ochiqishning rolini o'ynagan sunnat bugun kunlikda nima uchun yaramagandek deydi. Masala sunnatdimi yoki bizningki tasavvurimizdimi, aqloniyatimizdimi? Bu payg'ambarning sunnatiga amal qilganlik, islomga amal qilganlik. Payg'ambarning sunnatiga amal qilganlik, islomni himoya qilganlik. Ve yangilik yaratishga taraqqiy qilishga his qo'shganlik deydi. Payg'ambarning sunnatiga amal qilganlik. Ammo afsuski bugun kunlikda musulmonlar ya Qur'onga amal qilmoqlik, ya sunnatga bir butun amal qilmoqlik. Furuat tarmoq doirasidan chiqanmoqlik. Xo'sh. Shu vaqtning o'zida deydiki Muhammad Asad sunnatni inkor qilganlik, islomga zid yo'l tutganlik va islomni ojizlashtirishning yo'lini besib manganlikdir deydi. Ya'ni so'zini davomlashtirib, payg'ambarning sunnatlari İslam binasının, yani İslam kurulmasınınki tömür heykelde ibaret değil. Hoş. Peygamberden sünnetleri İslam kurulmasının tömür heykelidir. Binanın tömür heykeli okşaş, binanınki tamları okşaş, türükleri okşaş, aşındadır. Eğer binan örüp taşımak yok kalsak, tömür heykelini örüp etsek bina örüldü. Demek bu peygamberden sünneti Kur'an'ı qoğdaydıgan, İslam'ı qoğdaydıgan tömür halkının, tömür kurganın ornudadır. Sünnet yok atkandıki lan, tadrici kendiki basqoch Qur'on qilib bu orqali islomni yo'qotish bosqichi boshlandi. Bunga intayin sajgir bo'lish lozim dedi. Tagi sharqshunos, keyin musulmon bo'lgan mutafakkir olim Muhammad Asad. Demak, bu yerda payg'ambarning sunnati yangilik yaratishga to'salgan emas. Buni da'vo qilayotganlarning maqsadi yuqorida bayon qilganimizdek islomni sekularizmlashtirish. G'arbning hayot tarziga, hayot siyoqiga, hayot uslubiga moslashtirish maqsad qilmoqchi. G'arbchi islom shakllantirmoqchi. Yani bugün kılıp etkilecek namaz okumaydıgan, hiç kılmaydıgan, zakat dese kalbini paklaştırıp ötep gididigan, ayarlarını kim kişiye gençler ölçüm bulmaydıgan, ekşilim halıgança beçivazlık kılamdı, yani bizini kılamdı, çekilim bulmaydıgan, mandak bir halet ki, bir haletini şekillendirişi maksat kılıvatkallar, şuna bu İslam'a birbirine hücum kılıştı, sünnetki inkar kılmadı. Esas sünnet, yenilikninki düşman emas, belki yenilik teşebbüs kıldı. Medeniyet yaratish tashabbus qildi. İnsanning huquqini qo'g'dashni tashabbus qildi. İnsanning haqqini qo'g'dash, mustaqillik, hurriyatning hammani tashabbus qildigini dal Qur'onniki bayon bo'lgan sunnatdan iborat. Buni balkim boshqa so'zlarimizda ta'kidlashimiz mumkin. Ko'pdan ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Haqiqatan o'zininki bu maxluqlarninki qilayotgan hatto o'zlari ağız-ağızga tegmey nimelerде teşviqatlarda sözlemesimi gayran bo'tgan nurg'un sharqshunaslar mu islomniki bu sunnatning o'rnidan qanchalik ekanligini nurg'un kitoblar, maqolalar to'lib toshgan shaklda turgan bo'lsa-mu o'zi bilimsiz bo'lg'achqa balkim nurg'un programmalar degandek sizlar so'zlab o'tdilar. Bir plan, uning keyinda chuqur bir narsalar bor deb masalan. Şu anda özünki nima ish qilayotganini bilmagan asosda shunda qo'yib hamda jamiyatni. Biz hamda ikkinchi savolimizda shu ilgirmi islomga biz programmamizda sunnat haqida asli maxsus bir to'xtalgandik bir bo'limimizda. Yana bir aslatma bo'lsin uchun sunnatning shu islom dinimizdagi o'rni haqida qisqacha bir aslatma qilib.
Yani bu yuqorqi savolninki bir to'liqlama sifatida deb qaragancha sunnat madaniyat yaratish arzimdi. Xo'sh. Madaniyat bilan munosabat nima? Madaniyat aloqasi nima? Bu bugungi kunda biz yashayotgan madaniyat boshqa bir madaniyat, dunyoviy bir madaniyat shakllan. Bu sunnat buna uyg'un kelamdi, uyg'un kelmamdi degan bu savol tushum. Ilgir to'xtalgan bo'lsak, yana bir askarish to'g'ri keldi. Dastlabda buni askarishga ilgari deymizki, qarindoshlarimizga. Bizniki islomda shahodat kalimasi deydigan bir so'z bor. Musulmonlikning ochqishi deydigan. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deydigan. Qanday bir odam musulmon bo'lmoqchi bo'lib qolsa, bu ikki so'zni tang so'zlamasa u musulmon emas. La ilaha illalloh deb to'xtab qolib Muhammad Rasululloh demasa u kafir hisoblanadi. Endi Muhammadur Rasululloh degan bu e'tiqod so'zi, musulmonlikning ochqishi nima degan gap bu? Muhammadur Rasululloh Allohning payg'ambari bo'lgan Muhammad alayhisolamni men Allohning elchisi, payg'ambar deb qarayman. Bu odatki bir shaxs emas. Bu bir yetakchi, hayot rahbari edi. Mening yo'lboshchim deb qarayman, guvohlik beraman degan bu so'z nimani ifoda etsa, men bu shaxsiniki, ya'ni bu payg'ambarning hayotini o'zimga o'rnak qilaman degan. Bu payg'ambarning ko'rsatmasini, ta'limotini, hadislarini, so'zlarini o'zimga o'rnak qilib hayotimni kechiraman degan bo'ldi. Bu iymon, bu iymonning taqozosi. Kim bundan voz kechib qolib qolsa, yoki bu payg'ambar bunda qarmay qolib qolsa, u kofir. Qur'oni Karim qarasaqmi, Qur'oni Karimda islomni tushunishning ochqishi, islomga uyg'un keladigan yoki islomga amal qilishning ochqishi payg'ambar deydi. Qur'oni Karimni ko'rsatmasda islomni tushunishning ochqishi ve İslam'a to'g'ri amal qilishning ochqishi payg'ambar uning ergishinglar dedi. Xo'sh. Uni o'rnak tutinglar dedi. Uni yo'lbosh tutinglar dedi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. İslamni tushunishda payg'ambar o'lgan dedi. İslam amal qilish o'lgan dedi. Bu payg'ambar o'lganmiz kim o'lgan dedi. Mushuncha ular Qur'ondan aniq, ro'shan dalil paket bo'lsa-ma, ammo ezib ketgan, xato yo'lga kirib ketgan zindiqlar bu payg'ambarning ko'rsatmasini hammasini ta'limotni hammasini inkor qilmoqchi. Maqsad yuqorqi temada to'xtalganimizdek. Xo'sh. Qaraydigan bo'lsak, islom fikrida bir butun payg'ambarimiz zamonida bugunga qadar kelgan islom fikrida payg'ambarimizning sunnati islom qonunshunosligining ikkinchi manbasi bo'lib kelgan. Qur'ondan qapqasi ikkinchi qonun manbasi sunnat, hadis. İslamның madaniyat tarixida payg'ambar alayhisolamning sunnatlari, ko'rsatmalari, hadislari yetakchilik rolini o'ynab kelgan. Payg'ambar alayhisolamning hadislari, sunnatlari qonunshunoslikda, madaniyat yaratishda, ulgu bo'lishda, qimmat qarash tiklashda eng ilg'or, eng sog'lom, ro'shan yo'lni ko'rsatib qo'ygan. Agar biz buni tadqiqotga kelib qolsak, ayrim nechilagan temada to'xtalishga to'g'ri keladi. Shunga biz bu Rasulullohninki hadislarning maqsadlarini bayon qilish. Hadisning maqsadi nima? Xuddi Qur'oni Karim maqsadi nima degani? Rasululloh bir hadisni bayon qilgan bo'lsa, bir so'z degan bo'lsa, nima maqsadda o'tirib qo'ygan? Buning jarayoni nima? Bu hadisninki manbasi nima? Uning yetib kelish usuli qanday holat yetib kelgan? Sog'lom yo'ldimi, xato yo'ldimi, ishonchli yo'ldimi degan. Uni ko'tarib kelgan bayon qiluvchilarning ahvoli, o'lchamlik tushamdi, o'lchamsizmi deganga o'xshash bu metod qaraydigan bo'lib qolsak, mayli sharqdan bo'lsin, mayli g'arbdan bo'lib qolsin, dunyo tarixida buning o'xshash xabar manbasini ta'kidlashda, ishonchli qilishda, hujjatlashtirishda buning o'xshash bir metod dunyo tarixida kelib qolamiz. Ammo bizni bu sunnat inkor qildigan bu qarqosoqlar bunun hech qanday nasib bilmaydi. Xabar yo'q-ku. Bu mayli diniy tekstlar bo'lsin, mayli payg'ambarlarning hayoti bo'lib qolsin, mayli bir xabar yoki hadis tadqiqoti bo'lib qolsin, dunyo tarixida faxrlanib bir metodni yaratgan. Xo'sh. Rasulullohning sunnatlari qarasak, Qur'onning bayoni va amaliy tatbiqot bo'lib bilan islom madaniyatining ilmlari, mayli shar'iy ilm bo'lsin, mayli ijtimoiy fan bo'lsin, yoki insoniy bilimlar bo'lib qolsin, yoki shariatning maqsadlari olsun, yoki vosita xarakterli fanlar bo'lib qolsin, mushning hammasi asos solgan nuqta nimasi? Dal payg'ambar alayhisolamninki hadislari osh. Sunnatlari edi. Demak, bu payg'ambar alayhisolamning sunnatlari Qur'oni Karimda dunyoninki har taraflarni ko'tarib turayotgan havoni o'rni. Sunnat bayat Qur'on bor, sunnat yo'q, yoki Qur'on yo'q bo'ladi. Qur'onni himoya qilayotgan birdan-bir Qur'on, Qur'on dal sunnatning o'zi shu. Bu Rasulullohning sunnatlari Qur'onning prinsiplarini, asoslarini, ko'rsatmalarini
islom madaniyat ustida, islom fikri ustida, islom axloq ustida, islomning qimmat qarashi ustida, islomning dunyo qarashi ustida bayon qilayotgan o'rnak yoki namoyanda dal sunnat. Rasulullohning sunnati bu Qur'oni Karimning ixcham bayon qilgan taraflarni tafsili bayon qilgan. İşaret qilib o'tib ketgan ko'rsatilmalar bo'lib qolsa, uni ochiqlashtirib turadigan. Qur'onning maqsadlarini mujassamlashtiradigan va Qur'onning prinsiplarini kundalik hayotda qimmat qarashga aylantirgan yo'l xaritasi dal sunnatdan iborat. Xo'sh. Bu sunnatning roli madaniyat yaratishga, yangilik yaratishga, taraqqiyot shakllantirishga roli bu qadar muhim. Buni anqara oladigan, tushuna oladigan inson bo'lib qolsa, bu hadis tadqiqoti qayta ko'rdi. Madaniyat yaratish uchun, yangilik yaratishimiz uchun, davlat qurishimiz uchun, ya'ni payg'ambarning yo'l tutishimiz lazım. Payg'ambar alayhisalom Madinaga kelgan kun birinchi qatam qilgan ishdim bu. Universitet, ibodatxona bilan uni shakllantirdi. Masjidni qurish orqali bir tarafdan ibodat, bir tarafdan universitet shakllandi. Shu vaqtda parlament zaliga aylantirdi. Davlatning asos qonunini o'tirib qo'ydi. Sunnati orqali. Demak, buni tushunadigan odam bo'lib qolsa, tadqiq qiladigan bir ansafa bo'lib qolsa, bu Qur'on qancha ko'ngil bo'lsa, sunnatga mana shu darajada ko'ngil bo'lishga boshlaydi. To'g'ri dedi. Alloh razı olsun. Endi shu sunnatningki yangilik yaratish manbasi bo'ladimdi degan savolga javob berib tugatgan bo'lsak. Rasulullohning sunnatlari Qur'oni Karimda qolsa ikkinchi qonunshunoslik manbasi bo'lgandek, ya'ni Qur'oni Karimda qolib qolsa ikkinchi ma'rifat manbasi sunnat. Shu vaqtning o'zida madaniyat manbasi. Qur'oni Karimda qolib qolsa ma'rifat manbasi va madaniyat yaratish, yangilik yaratish, taraqqiyot yaratish manbasi dal sunnat. Buni musulmonlar e'tiqod nuqtasidan buni obdan bilish lozim. Qonunshunoslik manbasi deb qaragan vaqtida. Qur'oni Karim masala o'tirib qo'ygan chog'da asosiy prinsiplarni o'tirib qo'ydi. Qoidalarni o'tirib qo'ydi. Sunnat bo'lsa yoki Rasulullohning hadislari bo'lib qolsa, buni so'zlar orqali tafsili bayon qildi. Amaliy jihatdan, amaliyat jihatdan ko'rsatib qo'ydi. Masalan, hajni misol qilaylik. Bugun kunlikda haj bo'ladi. Agar biz payg'ambarning yo'lini tutmasak, payg'ambarning hadislarini ko'rsatmalarini olmay qolib qolsak, hech qilishimiz mumkin emas. Hajning asosining birisi nima? Arpa tutirish. Arpa tutmay qolib qolsa, u odamlar haj bo'lamdi? Haj bo'lmaydi. Haj bo'lmaydi. Payg'ambarimiz hajni menga o'xshash qilasizlar dedi. Namozni menga o'xshash o'qiysizlar deb aynan ko'rsatgandek, hajni menga o'xshash qilasizlar deb ko'rsatdi. Demak, bu sunnatga amal qilmagan vaqtida islomning ibodatlarini tamoman xato yo'lga kirib ketdi. Ezib ketdi, amal qilgani bo'lmaydi. Bu sunnat bir qismini so'zi bilan tafsil bayon qilsa, bir qismini amali qo'ldan tutib musulmonlarni o'qitib qo'ydi. Islom Qur'on sunnat manbasi orqali. Islomning manbasi ikki. Asosiy manbasi Qur'on va sunnat manbasi orqali madaniyat yaratish uchun kelgan din bu. Xurofotga chaqirmaydi. Xurofotga qarshi. Qaloqlikqa chaqirmaydi, qaloqlikqa qarshi. Ansizlik chaqirmaydi. Angliq bo'lish chaqir. Madaniyat yaratish uchun kelgan. İnson huquqini, insonning e'tiqod erkinligini himoya qilish uchun kelgan. İnsonning hayotini yaxshilash uchun, farovonlashtirish uchun kelgan bir din. Bu din insonniki mayli moddiy hayoti bo'lsin, yoki ruhiy hayoti, yoki fikriy dunyosi, yoki axloqiy dunyosi bo'lib qolsin, buni taraqqiy qildirish uchun, yuksaltirish uchun, insonga yarasha shaklda yashaydigan bir sharoitni hozirlash uchun kelgan bir din. Bu islom Qur'on sunnat manbasi orqali dunyo bilan oxiratni birlashtirgan, ruh bilan moddani birlashtirgan, aql bilan vahiyni birlashtirgan, ilm ma'rifat bilan e'tiqodni birlashtirgan, moddiy taraqqiyot bilan axloqiy fazilatni birlashtirgan bir din. Madaniyat dini bu. Bu islom bu. Bu Rasulullohning sunnatlariga qarasak, Qur'oni Karimga o'xshash ilm ma'rifat tashabbus qildi. Xo'sh. İlim ma'rifat o'rganishga qiziqtirdi. İlim ma'rifat o'rganishda baslashga chaqirdi. İlim ma'rifatlik odamlarning qadr-qimmatini ko'tardi. Xuddi Qur'oni Karimga o'xshash tafakkur qilishga, tahlil qilishga, izlanishga, ishni oqibati qarab qilishga chaqirdi. Bu Rasulullohning sunnatiga qarasak, foydali bo'ldi ekan. Mayli diniy ilm ma'rifat bo'lsin yoki dunyolik ilm ma'rifat bo'lib qolsin, buni o'rganishni har bir musulmon farz deb belgilaydi.
Xo'sh. Bu o'xshamaydigan bir taraf boshqa falsafalarga, boshqa dinlar. Foydali ilm bo'ldi ekan, mayli diniy ilm bo'lsin, shar'iy yoki dunyolik ilm bo'lib qolsin, buni har bir musulmonning o'rganish farz deydi. Endi farz ikki turlik bo'ldi. Farz ayn, farz kifoya. Farz ayn degan har bir odamning bilish tegishli bo'lgan bilimlar. Masalan, aqidaning asoslari, ibodatning asoslari, axloqning asoslari buni har bir musulmon, cho'ng kichik bo'lsin, er ayol bo'lsin bilish farz. Shundan bilan biri tijoratchi bo'lib qolsa, tijorat halol haromni bilish shu odamga nisbatan farz. Bir ayet kadir memur olgan bolsa, xizmetning adab axloqini, o'zining huquqini, fuqarolarningki huquqini bilish uning farz. Siyosiy lider olgan bolsa, hokimning huquqi nada, fuqaroning huquqi nada, davlatning huquqi, shaxsning huquqi, buni bilish uning farz. Hamda bundan boshqa farzlar, ikkinchi daraja farz kifoya. Farz kifoya degan millat muhtoj bo'lgan ilm ma'rifatlar. Buni o'rganish farz doirasimiz farz doirasida. Yani bir bölük adamla ügense, millet muhtaç olduğundan kağallıdan bu güne sağıt olur. Eğer hiç kim ügenigini olmasa, hiç kim bu saha kirmese o paydalık ilim marifetine, milletin hemmisi, kadirden tatı, reisten tatı, fuqaraç hemmisi günahkarımız günahkar. Mesela bir misal alsak, denizcilik ilmi. Bu ilim biz Uygurlarga nispeten bir galeti tuyulur. Çünkü biz deniz olmagandık. Ama denizcilik ilmini ügeniş bugün küllik farz hesaplamız farz hesaplanır. Eğer denizcilik ilmi olmasa, denizde qo'g'dashdan iborat, denizde iborat shu vatanni, shu boyliqni qo'g'dash mumkin emas, mumkin emas. Istixborotchilik. Qur'oni Karimda nechilagan oyatlar ishoratlar, payg'ambar alayhisolamning amaliy tatbiq ko'rsatilgan. Istixborotchilikni o'rganish bugun kunlikda siyosiy harakatni rivojlantirish uchun, davlatning mavjudligini qo'g'dash uchun, shaxslarni qo'g'dash uchun farz farz. Istixborot bo'lmagan davlat bugun mullaqatni tugishi. Tashviqotchilar, Qur'oni Karimda payg'ambarlarning tashviqlari, rasullarning tashviqlari, tashviqotchilari bor. Bugun kunlikda tashviqot ega bo'lmagan siyosiy harakat mag'lubiyatga erishadi. Bugun kunlik tashviqot jonsiz bo'lgan davlat mullaqatdir. Bu ilmlarni o'rganish farz kifoya. Xo'sh. Demak, ehtiyoj nuqtasi so'zladimiz. O fizika, ximiya, astronomiya, anatomiya, doktorlik, u bu sahaniki uning farzligi muhimligi, uni gap ketmaydi. Qur'oni Karimda nechilagan ishoratlar, payg'ambar alayhisolamning hadislar nechilagan ko'rsatmalar tepiladi. U vaqtda ayrim to'xtalamiz. Gapimiz yig'ib aytsak, sunnat diniy ishlarda payg'ambarga ergashinglar deydi. Diniy ishlarda ezib ketmasliklar uchun buningda g'aybiy masalalar bor. Bu aqlga bo'ysunmaydigan masalalar bor. Xuddi oyog'ining ustiga masih qilishga o'xshash. Diniy ishlarda payg'ambarga ergashinglar deydi sunnat. Ammo dunyolik ish kelgan vaqtida vahiyning ko'rsatmasi asosida shariatning maqsadlari asos ijodiyat yaratiladi. Yangilik yaratiladi. Masalan, bugungi telefon, texnika, uchuruv vositalari, qatnash vositalari. Buni hammasi yangilik rasmi yangilik. Dinimiz chaqiramiz chaqirdi. Qarshi turmaydi. Chunki Qur'oni Karim va yaxluqu ma la ta'lam. Sizlar bilmaydigan narsani Alloh yaratdi dedi. Yarchini yaratdi, inson sababini qildi. Bugungi texnik uchurlarniki. Sunnatdan bunga nechilagan misollar bor. Dinimiz, ya'ni sunnatda to'xtalgan deymiz. Diniy ishlarda payg'ambarga ergashinglar deydi. O'zingning xoliqingni bo'yicha qildigan ish emas bu deydi. Diniy ish, ibodat ishi. Xo'sh. Payg'ambarning varislariga ergashinglar deydi. Mujtahid ulamolarga ergashinglar deydi. Zindiqlarga, fasiqlarga, savodsizlarga, qarqo'saqlarga ergashmanglar. Ammo dunyolik ish kelgan chog'da, bir texnika, bir kashfiyot, bir ijodiyat, bir yangi bilim kelgan bo'lsa, buni shunga kasb sohalarida o'rganadi deydi. Buni dalil misol qilsak, Qur'onda hadis sharifdan man ahdasa fi amrina haza. Kim dinimizda din yo'q bir narsani u foydali mandaqda paydo qilib qolsa, qabul qilmaydi, rad qilamiz deydi payg'ambarimiz. Ammo dunyolik ish kelgan chog'da dinning ruhiy ko'rsatmasi asosida yangilik yaratadigan ish bo'lib qolsa, kim bir islomda insoniyat foydali bo'lgan, musulmonlar foydali bo'lgan, millat foydali bo'lgan bir ishni yo'l qo'ysa, u ish savob ekildi. Ağaçtan ergishmagan odamning hammasi savob. Masalan, bir doktorxonadan bizni qurib chiqdi. Bugun kunlik tas, masalan, rakka o'xshash, yoki yana bir ig'ir kasallikni uning dorisini kashf qilib, dorisini bozorga sol dedi. Mush adam Allohning rizoligi uchun insoniyatning foydasi uchun qilgan bo'lsa, qancha adam foydalangan bo'lsa, ağaçlardan savobi yetib turdi dedi. Buni dunyolikqa ishlatishga bo'ldi, bu hadislar ko'rsatmiz. Kim ziyonlik bir ishni paydo qilgan bo'lsa, insoniyatga ofat ekildigan, millatni ufurtadigan, xato yo'lga boshlaydigan, tushkunlashtirgan bir ishni paydo qilgan bo'lsa, xo'sh, bu odam uning tagidan qopolmaydi. Qatma-qat gunoh bo'ladi.
Bu dinimizning ro'yi bu. Demak, bizningki dinimizning ikkinchi manbasi bo'lgan sunnat bu yangilik yaratishninki manbasi bo'ladi. Madaniyat yaratishning ochqish bo'la olamiz bu. Taraqqiyot yaratishning ochqish bo'la olamiz. Qachonki biz aqlimizni açsak, Qur'onni, sunnatni o'zining metodi bilan, o'zining yo'li bilan tushunsak, bunga aqlimizni to'liq bir tadqiq qilsak, buning maqsadini cho'kib qolib qolsak, u vaqtda madaniyat yarata olamiz, taraqqiyot yarata olamiz, yangilik yarata olamiz, bugun mahkumlikdan qutula olamiz. Bugungi bizningki holimiz ya ayonga tava emas, ya o'lik emas, ya tirik emas sabab, ya Qur'onga amal qilib to'liq qilmaymiz, ya sunnatga amal qilmaymiz, islomning metodiga amal qilmaymiz. Hamma narsa kichik bir qismini tutib, qolgan qismini tutmaganligimiz uchun shaklli dindorlik bizni mush ahvolga kelib qo'ydi. Qandaqdir sunnat emas, hadisga amal qilganlik emas. Uşaq məsələlərini asas qılıb olub, çoğ məsələlərini çəkinganlik, dinning maqsadini bilmaylik, Qur'on sunnatning asli metodi bo'yicha tushunmaganlik bizni bugun kerak bir patqoqqa tiqib qo'yadi. Buni asli maqsadini bilish intayin muhim. Xo'sh. Alloh razı bo'lsin, ko'p rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimiz, so'zlab o'tilgandek, haqiqatan bu maxluqlar, ya'ni aslida bizning millatda bundaq maxluqlarning chiqishini tasavvur qila olmaytamdi. Vatanda shunchalar zulm, Xitoy ishg'oliyatidek butun bizni madaniyatimizdan, dinimizdan ayirish uchun qilmagan urinishlarga qaramay, Xitoy ishimizdan bundaq mal'unlarni chiqarmagan endi. Ashunda sharoitdami Qur'on, sunnat desa, payg'ambar desa, uningga bo'lgan hurmat, uningga bo'lgan ehtirom eng oddiy savatsiz bir xalqdimi uningki so'z harakatlaridan yurishtirishidan bilib olgan bo'ladi. Payg'ambar, sunnatga bo'lgan hurmatni. Ammo bu mal'unlar, bu zindiqlar payg'ambarning ismi chiqqan vaqtidami uningga bo'lgan qalbimizdagi hurmat tuyg'usini bag'asliq ichi quruq tilib etilgan, ruhi sug'urib elingan bir atalmish ruhsiz chiroyi qarasimi bir musulmonning nurini ko'gilmaydigan bir tip yaratmoqchilar hamda bu maxluqlar hamda butunlay ruhidan ayirib etilgan 24 soat hayotimizni o'ylab boqaylik. Bir inson, bir musulmon payg'ambarininki aytgan bütün yurish turishimiz, namozlarimizning keyindagi duolarimiz, hattoki normal bir holajaga kirib chiqishimizdan tortib tamoq yeganda o'ng qo'limizni ya sanab tugatib olmaydi aslida. Bu bir madaniyat yaratadi dedi sunnat hamda. O'ylab boqaylik, bu bizning bir madaniyatimiz, musulmonlarningki qin-qiniga singib ketgan bir madaniyat. Tamoq yeb istagan biz suv ichishimizdan tortib bizga bir narsani, shuni biz qilayotgan vaqtimizda mening payg'ambarim mandaq yeyishga, mandaq ichishga, holaga mundaq kirishga, mundaq chiqishga buyurgandan tortib hayotimizdagi eng kichik nuqtagacha bizning dinimiz sizgan xarita bo'yicha mavjud bir musulmonmiz. Buningdek bir mustahkam qo'rg'an madaniyatni o'rish uchun buni ko'zga ilmaydigan qilib etib, so'rasa hamma musulmon deb qo'yib, butun rezillikni qila oladigan bir maxluqlarni yaratmoqchi hamdi. Allah subhanahu va taala biz har qatim devatganimizdek bu maxluqlarningki bu nejis niyatiga asla yetkazmaydi. Uningga ishonchimiz, iymonimiz kamil. Rabbim Allah subhanahu va taala bu dinimizde mustahkam mengishni har birimizga nasib qilsin. Allah ömür bersa, yeni bir qatim miqsonda amdi yetdin keyin inshaalloh ko'rishguncha aman bo'lgaysizlar. Tekrar hayitlarınız mübarek olsun deb hozirdan boshlab tabriklaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.